Agar telefoningizda begona ilova, shubhali SMS, noma'lum havola yoki siz bilmagan ruxsatlar bo'lsa, bu nafaqat kartangizdagi pulga, balki pensiya pulingizga ham xavf tug'dirishi mumkin. Men bugun sizga juda muhim mavzuni tushuntiraman. Telefon orqali firibgarlar pensionerlarning pullariga qanday yetib boradi? Qaysi belgilar xavfli? Nimalarni darhol tekshirish kerak va kimlar aslida xavotir olish shart emas? Bu ma'lumot har bir oilaga kerak. Chunki deyarli hammaning uyida pensioner ota-ona, bobo, buvi yoki nafaqa oluvchi yaqin inson bor. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni albatta yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta oddiy tekshiruv katta yo'qotishning oldini olishi mumkin. Avvallar pensiya asosan naqd pul ko'rinishida berilar edi. Odamlar pochtachi orqali, mahalla yoki bank kassasi orqali pensiyasini olib ketardi. Bunday tizimda ham muammolar bo'lgan. Lekin firibgar telefon orqali bir zumda pulni yechib olishi ancha qiyin edi. Hozir esa pensiya va nafaqalar ko'pincha bank kartasiga tushadi. Kartalar mobil ilovalarga ulanadi. SMS xabarnoma keladi. Internet banking ishlaydi. Ba'zan kartaga yaqin qarindosh ham yordam berish uchun telefon orqali kirib turadi. Qulaylik oshdi, lekin xavf ham oshdi. Men shuni aniq aytaman. Davlat sizning telefoningizda biror oddiy ilova borligi uchun pensiyangizni olib qo'ymaydi. Pensiya qonuniy tayinlangan bo'lsa, uni bekor qilish uchun alohida huquqiy asos bo'lishi kerak. Lekin muammo boshqa joyda. Telefoningizdagi zararli ilova, firibgar yuborgan havola, soxta bank xodimi yoki soxta ijtimoiy yordam xabar orqali sizning karta ma'lumotlaringiz, SMS kodlaringiz, mobil banking parolingiz qo'lga tushsa, pensiya kartangizdagi pul firibgarlar tomonidan yechib olinishi mumkin. Odamlar buni ko'pincha pensiyamni olib qo'yish deb tushunadi. Aslida esa pul davlat tomonidan emas, jinoyatchilar tomonidan o'g'irlangan bo'ladi. Yana bir muhim o'zgarish bor. Oldin firibgar odamning oldiga kelib, qog'oz ko'rsatib, ishonchga kirishga majbur edi. Hozir esa u telefon qiladi, o'zini bank xodimi, soliq xodimi, ijtimoiy himoya vakili, pensiya jamg'armasi xodimi, mobil operator yoki hatto huquq tartibot organi vakili deb tanishtiradi. Keyin odamni qo'rqitadi. Kartangiz bloklanadi, pensiyangiz to'xtaydi, hisobingiz tekshiruvda, sizga yordam puli chiqdi. Ma'lumotni tasdiqlamasangiz to'lov bekor bo'ladi deydi. Shu paytda odam shoshadi, qo'rqadi va SMS kodini aytib yuboradi yoki havolaga kirib ma'lumotlarni yozadi. Eng birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa. Telefoningizdagi eng xavfli belgi bu siz o'zingiz o'rnatganingizni eslolmaydigan ilovalardir. Masalan, yordam davlat to'lovi, pensiya tekshiruv, bank xavfsizlik, karta himoya, bonus olish. To'lov tasdiqlash kabi nomdagi ilovalar bo'lishi mumkin. Ular rasmiy ko'rinishi uchun gerbga o'xshash belgi, bank ranglari, tanish logotipga o'xshash rasm ishlatishi mumkin. Lekin nomi chiroyli bo'lgani bilan ilova xavfsiz bo'lib qolmaydi. Agar ilova telefoningizdagi SMS'larni o'qishga, kontaktlarga kirishga, ekranni ko'rishga, boshqa ilovalar ustida ishlashga, kamera va mikrofondan foydalanishga ruxsat olgan bo'lsa, xavf yanada jiddiylashadi. Masalan, o'rtakasi yoshli otaxon pensiyasini bank kartasiga oladi. Unga sizga 750 ming so'm qo'shimcha yordam puli ajratildi. Olish uchun havolaga kiring degan SMS keladi. Havola rasmiy saytga o'xshaydi, lekin manzilda bitta harf boshqacha. Otaxon karta raqamini amal qilish muddatini va SMS kodini kiritadi. Bir necha daqiqadan keyin kartasidan 1.800.000 so'm yechiladi. Bu yerda pensiya bekor bo'lmadi. Davlat pulni olib qo'ymadi, lekin firibgar telefon orqali kartaga kirish yo'lini topdi. Odam uchun natija bir xil. Qo'lida pensiya puli qolmadi. Yana bir misol, bir ayol onasiga telefonida mobil bankni o'rnatib bergan. Onasi undan faqat balans ko'rish uchun foydalanadi. Bir kuni bank xavfsizlik bo'limidamiz deb qo'ng'iroq qilishadi. Kartangizdan pul yechilmoqda, darhol himoya qilishimiz kerak deyishadi. Keyin telefoniga masofadan yordam beruvchi dastur o'rnatishni so'rashadi. Ayol bu dastur aslida ekranni ko'rsatishini bilmaydi. Firibgarlar uning ekranda nima bo'layotganini ko'rib turadi. SMS kodni ham ko'radi. Mobil bankka kiradi va 2.400.000 so'mni boshqa hisobga o'tkazadi. Bu kabi holatda zararli dastur telefoningizda turgani uchun xavf juda yuqori. Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak. Birinchidan, pensiya yoki nafaqasi bank kartasiga tushadiganlar. Ikkinchidan, mobil bank ilovasi o'rnatilgan telefonni ishlatadiganlar. Uchinchidan, telefoniga SMS xabarnoma keladigan va SMS kodlar orqali to'lov tasdiqlaydiganlar.
To'rtinchidan, internetdan kam foydalanadigan. Lekin telefon qo'ng'iroqlariga ishonuvchanroq bo'lgan keksa yoshdagi insonlar. Beshinchidan, farzandlari yoki qarindoshlari nomiga ochilgan kartadan foydalanadigan pensionerlar. Chunki ba'zida karta egasi boshqa, pulni ishlatuvchi boshqa odam bo'ladi. Firibgarlik bo'lganda esa kim qaysi kodni aytgani, kim qaysi ilovani o'rnatgani noaniq bo'lib qoladi. Kimlar haddan tashqari qo'rqmasligi kerak? Agar telefoningizda faqat rasmiy do'konlardan o'rnatilgan tanish ilovalar bo'lsa, SMS kodlarni hech kimga aytmagan bo'lsangiz, karta ma'lumotlarini begona saytlarga kiritmagan bo'lsangiz, telefoningizga noma'lum dastur o'rnatmagan bo'lsangiz, xavf ancha past. Lekin bu umuman tekshirmaslik kerak degani emas. Men har bir odamga oyda kamida bir marta telefondagi ilovalar ro'yxatini, bank kartasi operatsiyalarini va SMS'larni tekshirishni maslahat beraman. Chunki firibgarlar har kuni yangi usul o'ylab topmoqda. Telefoningizda nimalar bo'lsa darhol hushyor bo'lish kerak. Birinchi belgi. Sizga ketma-ket tasdiqlash kodlari kelmoqda, lekin siz hech qanday operatsiya qilmagansiz. Bu kimdir sizning raqamingiz yoki kartangiz orqali tizimga kirishga urinayotganini ko'rsatishi mumkin. Ikkinchi belgi. Telefon o'z-o'zidan qiziydi, sekinlashadi. Batareyasi tez tugaydi. Siz bilmagan ilova fonda ishlayapti. Bu albatta virus degani emas, lekin tekshirish shart. Uchinchi belgi. Kontaktlaringizga siz yubormagan xabarlar ketmoqda. To'rtinchi belgi. Bank ilovasida siz qilmagan mayda operatsiyalar ko'rinadi. Masalan, 20 ming, 5 ming, 10 ming so'mlik sinov to'lovlari. Firibgarlar ba'zan avval kichik summa bilan kartaning ishlashini tekshiradi. Keyin katta pulni yechadi. Beshinchi belgi, telefon sozlamalarida maxsus imkoniyatlar, SMS ruxsati, administrator huquqi kabi joylarda siz tanimaydigan dasturga ruxsat berilgan. Men amaliy tajribadan shuni ko'p ko'rganman. Odamlar men telefonni faqat qo'ng'iroq uchun ishlataman, menga hech narsa bo'lmaydi deb o'ylaydi. Lekin aynan qo'ng'iroq orqali eng ko'p aldashadi. Firibgar uchun sizning telefoningiz zamonaviy yoki eski bo'lishi unchalik muhim emas. Muhimi sizning raqamingiz bank kartasiga ulanganmi? SMS kod keladimi? Siz u kodni aytasizmi yoki yo'qmi? Telefon eski bo'lsa ham SMS keladi. Siz kodni aytsangiz pul ketishi mumkin. Yana bir keng tarqalgan holat. Anketa to'ldiring, pensiyangizga ustama qo'shiladi degan xabarlar. Masalan, 1935-1960 yillarda tug'ilganlarga bir martalik to'lov. Pensionerlarga 1 million so'm kompensatsiya, kommunal to'lov uchun yordam, dori-darmon puli qaytariladi kabi matnlar keladi. Ba'zan xabar Telegram, WhatsApp yoki SMS orqali tarqaladi. Unda havola bo'ladi. Havolaga kirsangiz, sizdan ism, familiya, pasport ma'lumoti, telefon raqami, karta raqami so'raladi. Men bu yerda juda aniq qo'yda aytaman. Davlat yoki bank sizga pul berish uchun kartaning to'liq ma'lumotlarini, ayniqsa SMS kodni, PIN kodni, CVV kodni so'ramaydi. SMS kod bu sizning elektron imzongizga o'xshaydi. Uni aytish eshik kalitini begona odamga berish bilan barobar. Endi nozik joylarini tushuntiraman. Ba'zi odamlar agar men SMS kodni aytmasam, xavf yo'q deb o'ylaydi. Bu ko'p holatda to'g'ri, lekin har doim emas. Agar telefoningizga ekranni ko'ruvchi yoki boshqaruvchi dastur o'rnatilgan bo'lsa, firibgar kodni sizdan so'ramasdan ham ko'rishi mumkin. Agar zararli ilova SMS'larni o'qish ruxsatiga ega bo'lsa, kod telefoningizga kelgan zahoti u ilova orqali jinoyatchiga yetib borishi mumkin. Shuning uchun faqat kod aytmadim bilan cheklanmasdan. Telefon ruxsatlarini ham tekshirish kerak. Ikkinchi nozik jihat. Rasmiy ilova bilan soxta ilova o'xshash bo'lishi mumkin. Firibgarlar nomni deyarli bir xil qiladi. Logotipni o'xshatadi. Sahifaga soxta sharhlar yozadi. Ilovani yuklashdan oldin ishlab chiquvchi nomiga, yuklab olishlar soniga, sharhlarga, rasmiy saytdagi havolaga qarash kerak. Bank ilovasini faqat bankning rasmiy saytdagi havola yoki rasmiy ilova do'kondan o'rnatish kerak. Telegramdagi mana bank ilovasi yangilandi, shu faylni o'rnating degan APK fayllarni umuman o'rnatmaslik kerak. Ayniqsa Android telefonda APK fayl o'rnatish juda xavfli bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat. Telefon raqami sizning nomingizda bo'lmasligi. Ba'zi pensionerlar farzandining nomidagi raqamdan foydalanadi yoki eski SIM karta boshqa odam nomida qolgan bo'ladi. Bank kartasi, mobil bank, SMS xabarnoma shu raqamga ulangan bo'lsa, kelajakda muammo chiqishi mumkin. Raqam yo'qolsa, SIM karta almashtirilsa yoki boshqa odam uni tiklab olsa, bank xabarlariga kirish xavfi tug'iladi. Shuning uchun pensiya kartasiga ulangan telefon raqami
imkon qadar kartadan foydalanayotgan odamning o'z nomida bo'lishi kerak. Agar bunday bo'lmasa, bankka borib ma'lumotlarni to'g'rilash kerak. 4-jihat. Qarindoshlar o'rtasidagi ishonch ham huquqiy tartibni almashtirmaydi. Masalan, ona pensiyasini o'g'lining kartasiga tushirishni xohlaydi yoki o'g'li onasining kartasini ishlatadi. Bu oilada qulay ko'rinishi mumkin, lekin nizo yoki firibgarlik bo'lsa, isbotlash qiyinlashadi. Men bunday vaziyatda rasmiy ishonchnoma, bankdagi to'g'ri vakolat, kartani kim ishlatishi bo'yicha aniq kelishuv bo'lishini maslahat beraman. Chunki men onam uchun ishlatdim degan gap bank tizimida avtomatik himoya bermaydi. 5-jihat. Pensiya to'xtatilishi va karta pulining o'g'irlanishi boshqa masala. Pensiya hujjatlar, yashash holati, qonuniy talablar, nogironlik guruhi qayta tekshiruv, boshqa davlatga ko'chish, vafot etgan shaxs nomiga to'lov davom etishi kabi holatlar sababli rasmiy tartibda to'xtatilishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin telefoningizdagi shubhali ilova sababli pensiyani davlat olib qo'yadi degan gapni to'g'ridan to'g'ri qabul qilish noto'g'ri. Men buni alohida ajratib aytyapman, chunki qo'rquv firibgarlarning eng katta quroli. Ular agar hozir kodni aytmasangiz pensiyangiz bloklanadi deb qo'rqitadi. Aslida rasmiy idora telefon orqali sizdan maxfiy kod talab qilmaydi. 6-jihat. Karta bloklangani har doim yomon emas. Agar bank shubhali operatsiyani sezsa, kartani vaqtincha bloklashi mumkin. Bu sizni himoya qilish uchun bo'lishi mumkin. Bunday paytda qo'ng'iroq qilgan odamga ishonib ma'lumot bermang. Kartaning orqa tomonidagi rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki bank filialiga boring. Farq juda muhim. Sizga kimdir qo'ng'iroq qilsa, u kimligini tekshirish qiyin. Siz rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qilsangiz. Bank bilan bog'lanish ehtimoli yuqori. 7-jihat. Telegram botlar va guruhlar. Hozir ko'p odamlar pensiya hisoblash, nafaqa tekshirish, qarzdorlik ko'rish, yordam pul o'tish degan botlarga kiradi. Ayrimlari foydali bo'lishi mumkin, lekin bot sizdan karta kodi, SMS kod, pasport rasmi, plastik karta ikki tomonining rasmi yuzingiz bilan video tasdiq so'rasa, darhol to'xtash kerak. Pasport rasmi va karta ma'lumotlari birga berilsa, firibgar keyinchalik kredit, qarz, onlayn ro'yxatdan o'tish yoki boshqa xizmatlarda sizning nomingizdan urinish qilishi mumkin. Shuning uchun faqat pul ketish emas. Hujjat ma'lumotlari ham xavf ostida bo'ladi. Endi nima qilish kerakligini aniq qadamlar bilan aytaman. 1-qadam, telefoningizdagi ilovalarni tekshiring. Sozlamalarga kiring, ilovalar ro'yxatini oching. Siz tanimaydigan, qachon o'rnatilganini eslolmaydigan, nomi g'alati yoki rasmiy idoraga o'xshatilgan ilovalarni ko'ring. Darhol o'chirib tashlashdan oldin, agar bank ilovangiz bilan bog'liq shubhali operatsiya bo'lsa, ilova nomini yozib oling yoki skrinshot qiling. Keyin uni o'chiring. Agar o'chmasa, telefon xavfsizlik sozlamalarida administrativ huquqlarni tekshiring va mutaxassisga ko'rsating. 2-qadam, ruxsatlarni tekshiring. Ayniqsa SMS kontaktlar, telefon qo'ng'iroqlari, maxsus imkoniyatlar, bildirishnomalarni o'qish, kamera, mikrofon va ekran ustida ko'rinish ruxsatlariga e'tibor bering. Oddiy chiroq ilovasiga SMS o'qish ruxsati kerak emas. Oddiy rasm tahrirlash ilovasiga bank xabarnomalarini o'qish kerak emas. Agar ilova vazifasiga mos bo'lmagan ruxsat so'ragan bo'lsa, bu katta signal. 3-qadam, bank kartangizni tekshiring. Mobil bankka kiring yoki bankomatdan. Bank filialidan oxirgi operatsiyalarni oling. Siz qilmagan to'lovlar, noma'lum o'tkazmalar, kichik sinov yechimlar, begona servislar bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. Men tavsiya qilaman. Pensiya tushadigan karta uchun internet to'lov limitlarini pastroq qo'ying. Masalan, kunlik o'tkazma limitini juda yuqori qoldirmang. Agar siz internet orqali katta to'lov qilmasangiz, onlayn to'lovlarni vaqtincha cheklash ham mumkin. Bu biroz noqulay, lekin xavfni kamaytiradi. 4-qadam, SMS kod bo'yicha oilaviy qo'yda kiriting. Ota-onangizga, bobo-buvingizga bitta oddiy jumlani yodlating. Mendan SMS kod so'ragan odam firibgar bo'lishi mumkin, hech kimga aytmayman. Bank xodimi ham, pensiya xodimi ham, militsiya ham, prokuratura ham, operator ham telefon orqali maxfiy kodni so'ramasligi kerak. Agar qo'rqitishsa, telefonni qo'yish kerak. Keyin rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qilasiz. 5-qadam, shubhali havolalarni ochmang. Ayniqsa pul yutdingiz, yordam puli chiqdi, pensiya ustamasi, kompensatsiya, kartangiz bloklanadi. Zudlik bilan tasdiqlang degan xabarlarda havola bo'lsa, ehtiyot bo'ling.
Rasmiy ma'lumotni faqat davlat idorasining rasmiy sayti, bankning rasmiy ilovasi yoki filial orqali tekshiring. Havola manzilida bitta harf, bitta nuqta, bitta qo'shimcha so'z ham soxta sayt belgisi bo'lishi mumkin. 6-qadam, telefon raqamingizni bankda yangilang. Bank filialiga pasport yoki ID karta bilan boring. Pensiya kartasiga qaysi telefon raqami ulanganini tekshirtiring. Agar eski raqam bo'lsa, begona odam nomidagi raqam bo'lsa, siz ishlatmaydigan sim karta bo'lsa, darhol almashtiring. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, bankdan vakolat tartibini so'rang. Kerak bo'lsa, notarial ishonchnoma tayyorlanadi. Har bir bankning tartibi biroz farq qilishi mumkin, lekin maqsad bitta. Karta xabarlari va tasdiqlash kodlari faqat ishonchli raqamga kelishi kerak. 7-qadam. Agar pul yechilgan bo'lsa, vaqt yo'qotmang. Darhol bankka qo'ng'iroq qiling va kartani bloklatib qo'ying. Keyin bank filialiga borib yozma ariza bering. Arizada sana, vaqt, summa operatsiya turi, kim qo'ng'iroq qilgani, qaysi raqamdan qo'ng'iroq bo'lgani, qaysi havolaga kirilgani, qaysi ilova o'rnatilgani aniq yozilsin. Telefoningizdagi SMS'lar, qo'ng'iroqlar ro'yxati, skrinshotlar, chat yozishmalari saqlab qo'yilsin. Keyin ichki ishlar organlariga yoki kiber xavfsizlik bo'yicha vakolatli tuzilmalarga murojaat qiling. Arizani og'zaki aytib ketish bilan cheklanmasdan ro'yxatdan o'tgan yozma murojaat qiling. Sizda murojaat raqami yoki nusxasi qolishi kerak. 8-qadam, telefonni tozalash masalasida ehtiyot bo'ling. Agar firibgarlik bo'lgan bo'lsa, dalillar kerak bo'lishi mumkin. Telefonni darhol zavod sozlamasiga qaytarish ba'zi dalillarni o'chirib yuboradi. Avval muhim ma'lumotlarni, SMS'larni, qo'ng'iroq tarixini, shubhali ilova nomini, havolalarni, skrinshotlarni saqlang. Keyin mutaxassis yordamida telefonni tekshirtiring. Agar dalillar allaqachon saqlangan bo'lsa, parollarni almashtiring, bank ilovasiga qayta kiring. Kerak bo'lsa, telefonni to'liq tozalang. 9-qadam, parollarni yangilang. Mobil bank paroli, telefon ekran qulfi, email paroli, Telegram va boshqa messenjerlar parolini almashtiring. Telefon ekraniga oddiy 1121, 1234 tug'ilgan yil kabi kod qo'ymang. Bunday kodlarni yaqinlar ham, begona odam ham taxmin qilishi oson. Imkon bo'lsa barmoq izi yoki yuz orqali kirishni yo'qing. Lekin telefonni boshqa odam qo'liga berib qo'ymang. 10-qadam, oilada mas'ul odam tayinlang. Har bir pensioner yaqinida telefon va karta masalasini tushunadigan bitta ishonchli odam bo'lsin. U oyda bir marta ilovalarni, bank operatsiyalarini, SMS'larni tekshiradi. Lekin bu odam ham kartani o'z manfaatiga ishlatmasligi. Hamma narsa ochiq bo'lishi kerak. Pensiya egasi imkon qadar o'z pulini nazorat qilishi lozim. Yordam berish boshqa, nazoratni butunlay tortib olish boshqa. Yana bitta amaliy maslahat. Pensiya tushgan kuni butun summani kartada uzoq qoldirish shart emas. Agar siz kartani ko'p ishlatmasangiz, kimdir naqd pulga ehtiyoj sezadi, kimdir kommunal to'lov qiladi, kimdir doriga sarflaydi. Har kimning holati boshqa. Lekin karta doim internetga ulangan, limitlar yug'ori, telefon himoyasiz bo'lsa, katta summa kartada turishi xavfni oshiradi. Bankdan qo'shimcha karta, alohida jamg'arma hisob, limit o'rnatish yoki SMS xabarnoma bo'yicha maslahat oling. Bugungi asosiy fikr shuki, telefoningizdagi shubhali ilova, begona havola, SMS kodni so'ragan qo'ng'iroq yoki ruxsatlar haddan tashqari ko'p dastur pensiya pulingizga real xavf tug'dirishi mumkin. Davlat oddiy ilova uchun pensiyani olib qo'ymaydi. Lekin firibgarlar telefon orqali kartangizdagi pensiya pulini yechib olishi mumkin. Shuning uchun telefoningizni hoziroq tekshiring. Bank kartangiz operatsiyalarini ko'ring. Ana kodlarni hech kimga aytmang. Shubhali ilovalarni o'chiring va yaqinlaringizni ogohlantiring. Agar siz yoki yaqinlaringiz shunday qo'ng'iroq, SMS yoki havolaga duch kelgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa qiladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, bobo-buvingizga, qo'shnilaringizga yuboring. Ba'zan bitta ogohlantirish bir oylik pensiyani saqlab qoladi.